yurtimizdagi bizni konstitutsiyamiz, bizni qomusimiz, nomusimiz mana shu o'zbek bag'rikenglik, insonparvarlik tamoyillariga asoslanib qurilgan. Bizni o'zimizni aytaylik, O'zbekiston yurtimizni madhiyamiz bor, gerbimiz bor. Bizni aytaylik, mana shu bayrog'imiz bor. Bu hammasi, bu tamoyillar, qonunimiz, qoidalar hammasi o'zbek millatining manfaati uchun xizmat qiladi. O'zbek millatining manfaati birinchi o'rinda turadi. Bilib oling, baraka topkin. Birinchi o'rinda o'zbek millatining manfaati turadi. O'zbek millatini hurmat qilish turadi. Qolgan fuqarolikni olgan shaxslar ular ikkinchi darajali hisoblanadi, ikkinchi darajali. Ularning ham yurtida o'zining madhiyasi bordir, bayrog'i bordir. Lekin bu yurtda, O'zbekiston yurtida o'zbek millatining manfaati birinchi o'rinda turadi. Bilib oling, baraka topkir.